Endi mana shu yerda yana bitta tushunchani o'tib ketishimiz kerak. Butun sonlarni taqqoslash. Taqqoslash nima? Taqqoslash katta yoki kichikligini ko'rsatib berish. Ikkita son berilgan bo'lsa, misol uchun 2 va 3 berilgan bo'lsa, bularda 3 ning qiymati 2 dan katta. Xo'p, yoki bo'lmasa 9 bilan 15 berilgan bo'lsa, 15 soni 9 dan katta. Xo'p, endi yana bitta tushuncha, yana bitta qoida. Manfiy son, istalgan manfiy son har doim istalgan musbat sondan kichik hisoblanadi. Minus masalan 1 kichik 10 dan yoki minus 9 kichik 3 dan yoki minus 5imiz kichik 2 dan. Mana shu tartibda sonlarimiz taqqoslanadi. Ya'ni 0 dan chapda yotgan sonlar 0 dan o'ngda yotgan istalgan sondan katta. Ya'ni har doim musbat sonlar katta bo'ladi manfiy sonlardan. Xo'p, bu musbat va manfiy sonlarni taqqoslash hisoblanadi. Har doim musbat sonlar manfiy sonlardan katta deb o'rganamiz. Xo'p, endi keyingi tushunchamiz, hozir musbat va manfiy sonlar haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi sonning moduli haqida gaplashamiz. Sonning moduli nima? Sonning moduli sonlar o'qida. Xo'p, mana bu sonlar o'qi bo'ladigan bo'lsa, sonlar o'qida istalgan birorta sonni oladigan bo'lsak, misol uchun 4 soni yozilyapti, mana modulga olamiz. Modul mana bu ikkita tayoqcha hisoblanadi. Ya'ni mana shu ikkita tayoqchaning ichiga biz sonni yozsak, bu ya'ni 4 sonni yozadigan bo'lsak, bu 4 ning moduli shaklida o'qiladi. Modul nima? Modul sonlar o'qida 0 dan boshlab mana shu son necha birlik masofada yotganini ko'rsatib beruvchi kattalik. Ya'ni 4 ning moduli bo'lsa, 4 deb yozamiz. Chunki 0 dan 1, 2, 3, 4 birlik o'ngda yotibdi, ya'ni 4 soni. Endi misol uchun 9 ni oladigan bo'lsak, 9 ning moduli 9 ga teng. Yoki bo'lmasa -5. -5 mana sonlar o'qida turibdi va bu 0 dan 1, 2, 3, 4, 5 birlik chapda yotibdi. Ya'ni -5 ning moduli 5 yoki -9. -9 ning moduli 9. Demak, modulda manfiy son keladigan bo'lsa, shundan minusini tashlab olib, o'zini yozib qo'ysak bo'ldi. Xuddi shunday, misol uchun -100 ning moduli ham 100 ga teng. Demak, modul tushunchasi sonimiz 0 dan qanday masofada yotganini ko'rsatib beradigan qiymat. Yoki bo'lmasa biz sonning modulini sonning absolyut qiymati ham deb atashimiz mumkin. Demak, 100 sonining absolyut qiymati 100 ga teng, -90 sonining absolyut qiymati 90 ga teng deb olib ketishimiz mumkin. Endi mana bu yerda yana taqqoslash kelyapti. Ya'ni chapda yotgan sonlar manfiy sonlar, o'ngda yotgan 0 dan o'ngda yotgan sonlar musbat sonlar. Mana har doim musbat sonlar manfiy sonlardan katta bo'ladi. Mana bu yerda qoidasi ham yozilgan. Butun sonlarni taqqoslashda o'ngdagi son chapdagi sondan katta bo'ladi yoki aksincha. Bu nima degani? Misol uchun sonlar o'qida istalgan ikkita sonni oladigan bo'lsak, misol uchun 3 bilan 5. Demak, o'ngda yotgan sonimiz, o'ngroqda yotgan sonimiz chapdagi sondan har doim katta. Yoki bo'lmasa mana bu yerda -5 bilan 3 kelyapti. O'ng tomonda -3 yotibdi, mana chap tomonda -5 turibdi. Qoidaga asosan o'ng tomonda turgan sonimiz sonlar o'qida har doim chap tomonda turgan sondan katta. Demak, -3 katta -5 dan deb aytishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa bizga aytayaptiki, -9 bilan -12 ni taqqoslagan deydigan bo'lsa, shunda sonlar o'qini chizamiz. O'rtada mana 0 turibdi. Mana bu yerda -9, mana bu yerda -12. Xo'p, o'ng tomonda -9 turgani uchun 12 ga nisbatan, -12 ga nisbatan o'ng tomonda -9 turibdi. Demak, -9 da katta deb olib ketamiz. Mana shu tartibda sonlarimizni taqqoslashimiz mumkin. Xo'p, endi keyingi tushuncha, keyingi ko'radigan narsamiz manfiy va musbat sonlar ustida amallar. Biz manfiy va musbat sonlarni qo'shishimiz, ayirishimiz yoki ko'paytirish yoki bo'lishimiz mumkin. Bu qanday tartibda bajariladi? Misol uchun, hammamiz bilamiz, 9 ga agar 5 ni qo'shadigan bo'lsak, 14.
Bu o'zi sonlar o'qida olib qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda 0 turibdi. Birinchi qo'shiluvchini yozamiz sonlar o'qida. Misol uchun, birinchisi 9. 9 yozdik. Plus 5 kelyapti. Plus 5 degani 5 birlik 10 ga siljigan degani. 5 birlik 10 tomonga siljiydigan bo'lsak, biz 14 ga kelamiz. Yoki bo'lmasa 9 dan 5 ni ayirish deganda, hop 4 sonni yozamiz. Bu sonlar o'qida qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda 0, hop mana bu yerda 9. Ayirish bo'lganda biz chapga yuramiz. Ya'ni 5 birlik chapga yuramiz. 5 birlik agar chapga yuradigan bo'lsak, biz mana bu yerdagi 4 soniga kelamiz. O'shaning uchun 9 dan 5 ta ayirsak 4 bo'ladi deb aytamiz. Endi bu tushuncha manfiy sonlar ustida amallarda juda ham kerak bo'ladi. Misol uchun, hop 9 dan ayirmoqchiman 10 ni. Bilamizki, bu -1 ga teng. Bu -1 qayerdan kelib chiqqan? Bu ham shu sonlar o'qi chizilgan. Hop mana bu yerda 0, mana bu yerda 9 turibdi. -10 degani nima ekan? Minus kelsa har doim chapga yuramiz. 10 birlik chapga. 9 birlik yursak 0 ga yetib kelamiz. Hop, yana 1 birlik yursak 10 birlik yurgan hisoblanamiz chapga va bu -1 ga kelib to'xtaydi. O'shaning uchun natijani -1 olib ketamiz. Yoki bo'lmasa, hop 2 dan 3 ni ayirmoqchi bo'lsak, bu ham misol uchun -1 ga teng. Buni ham agar sonlar o'qida qaraydigan bo'lsak, mana o'rtada 0 turibdi. Mana bu yerda 2, hop. Demak, 2 ayrilgan 3 turibdimi? Demak, 3 birlik chapga degani bu. 3 birlik chapga yuradigan bo'lsak, biz -1 ga kelamiz. Demak, 2 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak, -1 chiqadi deb aytishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, hop, -14 ayrilgan -5. Buning qiymati -19. Buni biz quyidagicha hosil qilamiz. Mana bu yerda 0 turgan bo'lsa, hop, mana bu yerda -14 turibdi deylik. Demak, -14 ayrilgan 5 turibdi. Ayirish bo'lsa biz nima qilamiz? Har doim chapga yuramiz. Chapga 5 birlik yuradigan bo'lsak, biz 1 birlik yursak -15, 2 birlik yursak minusdan 16, hop 3 birlik yuradigan bo'lsak minusdan 17, 4 birlikda -18, 5 birlik yuradigan bo'lsak mana bu yerda -19 ga kelamiz. Demak, natijani -19 deb yozishimiz mumkin. Mana shu tartibda agar musbat va manfiy sonlarni qo'shib tushunib oladigan bo'lsak, juda ham qulay usul hisoblanadi. Esda qolishi ham oson. Misol uchun -2 dan 3 ni ayirmoqchiman. Bu degani sonlar o'qida hop -2 dan 3 birlik chapga yurgan degani. -2 dan 3 birlik chapga yuradigan bo'lsak, 1 birlik yursak -3 ga kelamiz. Yana 1 birlik yuradigan bo'lsak -4 ga. Hop, jami 3 birlik yuradigan bo'lsak, mana bu yerda -5 ga kelib to'xtaymiz. Demak, natijani -5 deb olib ketamiz. Yoki bo'lmasa, hop, -2 qo'shilgan 3 bo'ladigan bo'lsa, buning qiymati 1 chiqadi. Hop, sonlar o'qida mana 0 turibdi. Mana bu yerda -2. Xo'sh, 1, 2, 3. Mana +3 kelyapti endi. +3 degani 3 birlik 10 ga yurgan degani. -2 da turibdi hozir. 3 birlik 10 ga yuradigan bo'lsak, 1 birlikda -1 ga kelamiz. 2 birlik yursak 0 ga kelamiz va 3 birlik yuradigan bo'lsak, mana bu yerdagi 1 soniga kelamiz. Demak, natijani 1 deb yozishimiz mumkin. Hop, sonlar o'qida hop yana bitta misol ko'ramiz. Misol uchun aytyapti -4 qo'shilgan 7 deyapti. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Sonlar o'qini chizamiz. O'rtada mana 0 turibdi, mana bu joyda -4 turibdi. Biz 7 birlik endi 10 ga yuramiz, chunki +7 kelyapti. Demak, plyusli son kelsa 10 ga, minusli son keladigan bo'lsa, chapga yurishimiz kerak. Xo'p, agar -4 dan 4 birlik yuradigan bo'lsak, biz 0 ga kelamiz. 4 birlik yursak, yana 3 birlik yurib qo'yishimiz kerak. Shunda 7 birlik yurgan hisoblanamiz va biz bunda hop 3 soniga kelamiz va jami biz 7 birlik 10 ga siljidik deb aytishimiz mumkin. Demak, -4 ga 7 ni qo'shsak, hop
to'rtga yetini qo'shadigan bo'lsak 3 chiqadi deb aytaveramiz. Xo'p, endi misol uchun yana ko'raylik. -5 ayrilgan 4. Sonlar o'qini olamiz. Xo'p, mana bu yerda 0 turibdi, mana bu yerda -5. Demak, -5 -4. -4 degani 4 birlik chapga degani. 5 dan 4 birlik chapga siljiydigan bo'lsak, biz -9 ga kelamiz. Demak, buning qiymati -9. Xo'p, agar xuddi shu misolimiz o'rtada plus keladigan bo'lsa, bu endi mana bu -5 dan 4 birlik 10 ga yurgan degani. 4 birlik 10 ga. 4 birlik 10 ga siljiydigan bo'lsak, biz mana bu yerda -1 ga kelamiz. Hop, 1 birlik yursak -4, 2 birlik yursak -3, 3 birlik yursak -2, 4 birlik yursak -1. Demak, biz to'xtagan joyimiz, mana shu kelgan joyimiz natija hisoblanadi. Demak, -1 degan javob chiqadi. Demak, manfiy va musbat sonlar mana shu tartibda hisob-kitob qilinadi. Endi yana bitta narsa osonroq esda qolish uchun bitta narsa tushuntirib o'taman. Misol uchun 5 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 9 deymiz. Agar -5 -4 kelgan bo'lsa, -9 deymiz. Yoki bo'lmasa, hozirgi ishlagan misollarimizga ko'ra 2 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak -1 yoki 4 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak -4. Bularda, ya'ni kichik sondan katta sonni ayirishda kattasidan kichigini ayirib, oldiga minus yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni 9 dan 11 ni ayirish kerak bo'ladigan bo'lsa, 11 dan 9 ni ayiramiz, natija 2 va kichik sondan kattasini ayirib turganimiz uchun oldiga minus qo'yamiz deb o'rganib olsak ham bo'laveradi. Xo'p, misol uchun endi -5 ga 4 ni qo'shish kerak bo'ladigan bo'lsa, shunda o'rnini almashtirib kichik sondan katta sonni ayirish bo'lyapti deb tasavvur qilamiz va 5 dan 4 ni ayiramiz 1 va oldiga minus qo'yib qo'yamiz deb ishlasak ham bo'laveradi. Yoki sonlar o'qi bo'yicha yoki mana shu tartibda ishlashimiz ham mumkin. Xo'p, endi keyingi tushuncha manfiy va musbat sonlarni ko'paytirish va bo'lish. Ko'paytirish va bo'lish oddiy natural sonlarni ko'paytirish, bo'lish kabi ishlanadi. Misol uchun 2 ga 12 ni ko'paytirmoqchi bo'lsak 24 yoki 9 ga 11 ni ko'paytiradigan bo'lsak 99. Xuddi shu kabi -2 ga 12 ni ko'paytirmoqchi bo'lsak 2 bilan 24 ni ko'paytiramiz. 2 bilan 12 ni ko'paytiramiz 24 va mana bu minus ishorasini olib kelib qo'yib qo'yamiz. Xo'p, yoki bo'lmasa 9 bilan -11 ni o'zaro ko'paytirmoqchi bo'ladigan bo'lsak 9 bilan 11 ni ko'paytiramiz. Natija 99 va mana bu minusini oldiga olib kelib qo'yamiz. Eslab qolamiz, bitta manfiy, bitta musbat sonni ko'paytirganimizda har doim natija manfiy chiqishi kerak. Yoki bitta musbat, bitta manfiy sonlarni ko'paytirganimizda ham natija manfiy chiqadi. Demak, bitta manfiy, bitta musbat, ikkovidan bittadan kelsa har doim natija manfiy chiqishi kerak. Xo'p, yoki bo'lmasa biz ikkita manfiy sonni bir-biriga ko'paytirmoqchimiz. -2 bilan -12 ni o'zaro ko'paytirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, 2 bilan 12 ni ko'paytiramiz 24 va ikkita minus birgalikda bir-birini yo'q qiladi, plus bo'lib ketadi deb gapiramiz. Xo'p, yoki bo'lmasa -9 bilan -11 ni bir-biriga ko'paytirmoqchi bo'lsak, 9 ni 11 ga ko'paytiramiz 99, ikkita minus ikkalasi bir-birini yo'q qiladi. Shuning uchun plus 99 degan qiymat kelib chiqadi. Demak, ikkita manfiy son o'zaro ko'payganida har doim musbat son hosil bo'lar ekan. Xo'p, yoki bo'lmasa ikkita musbat sonni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak ham har doim buning qiymati musbat. Misol uchun endi 21 ga ko'paytirmoqchiman 11 ni. Buning qiymati 231. Nima qildik hozir? Ikkita musbat sonni o'zaro ko'paytirdik. Yana bitta musbat son hosil bo'ldi. Yoki bo'lmasa -21 ni 11 ga ko'paytiramiz 231 faqat minusdan chiqib qoladi. Nimaga? Biz chunki bitta manfiy bilan bitta musbatni o'zaro ko'paytirdik va natija mana manfiy son chiqyapti. Endi 3-holatda bitta musbat, bitta manfiy. Endi ikkinchisi manfiy son bo'lyapti bitta. Minusdan 231 bo'ladi bunda ham. Nimaga? Chunki bitta musbat, bitta manfiy
ishorali sonlarni o'zaro ko'paytiryapmiz va bunda har doim manfiy son chiqadi. Endi to'rtinchi holatimiz qanaqa ekan? Ikkita manfiy sonni ko'paytirganimizda har doim musbat son chiqar ekan, ya'ni -21 bilan -11 ni o'zaro ko'paytirsak 231 deymiz. Demak, mana bu ikkita minus ko'payishib, bizda musbat sonni hosil qilib beradi. Ya'ni ikkita minus bir-birini yo'q qilib yuboradi. Endi bo'lish ham xuddi shu tartibda. Hop. Bo'lish ham xuddi mana shu tartibda ishlanadi. Ya'ni ikkita musbat son keladigan bo'lsa, misol uchun 24 ni 2 ga bo'lsak, bilamizki 12. Bitta musbat sonni ikkinchi musbat songa bo'lganimizda har doim musbat qiymat olamiz. Ya'ni 24 ham musbat son, 2 ham musbat son va natija ham musbat son chiqyapti. Endi agar biz 24 ni bo'lmoqchi bo'lsak -2 ga. Endi bunda natija -12 chiqadi. Nimaga? Chunki biz bitta musbat sonni bitta manfiy songa bo'lyapmiz. Ikkita turli ishorali sonlarni bir-biriga ko'paytirganimizda yoki bo'lganimizda har doim manfiy qiymat kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa, uchinchi holat, endi -24 ni bo'lmoqchi bo'lsak, misol uchun -2 ga, natija plyusdan 12 chiqadi. Nimaga? Ikkita manfiy ko'paytirish va bo'lishda yonma-yon kelib qoladigan bo'lsa, har doim musbat qiymat kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa, endi ko'rishimiz mumkin. Hop. Misol uchun -24 ni bo'lishim kerak 2 ga. 24 shunchaki 2 ga bo'lib olamiz, 12. Bitta manfiy, bitta musbat kelgani uchun ikkita turli ishora bo'lsa, doim manfiy olib ketishimiz kerak va -12 degan qiymat kelib chiqadi. Hop. Endi manfiy va musbat sonlar qatnashgan bitta misol ko'raylik. Misol uchun 24 bo'lingan -2 ayrilgan 8 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan -3. Misolimizni quyidagicha ishlaymiz. Dastlab 24 ni -2 ga bo'lamiz. Natija -12. Ayrilgan mana 8 yozamiz va plus. Mana bu qavs ichini ishlab olamiz. Qavs ichida 2 ko'paytirilgan -3. 2 ni agar -3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, -6 degan qiymat kelib chiqadi. -12 -8. Mana bu qavs ochish qoidasiga asosan plus ishora turgan bo'lsa, shunday qavs tashlaveramiz va mana bu ichkaridagi ishora shundaycha chiqaveradi. Va bizda -12 -8 -6 degan ko'rinishga keladi misolimiz. Xo'p, -12 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak -20. -20 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak -26. Chunki sonlar o'qini olib qaraydigan bo'lsak, -20 dan 6 birlik chapga yuryapmiz. Agar 6 birlik chapga yuradigan bo'lsak, biz -26 ga kelib to'xtaymiz. Shuning uchun natija -26 kelib chiqadi. Xo'p, yoki bo'lmasa, hop, 38 bo'lingan minusdan 19 ko'paytirilgan -3. Mana shunga o'xshagan misollar kelsa, 38 ni -19 ga bo'lamiz birinchi. 38 ni xuddi 19 ga bo'lganda ishlab olamiz. Necha chiqadi? 2 chiqadi. Endi bitta musbat, bitta manfiy sonni bir-biriga bo'lganda har doim manfiy qiymat kelib chiqadi. Ya'ni ikkita turli ishorali sonlarni bir-biriga bo'lganimizda har doim manfiy kelib chiqadi degan qoidaga asosan. Xo'p, endi -2 ni ko'paytirishimiz kerak biz -3 ga. Endi ikkita manfiyni bir-biriga ko'paytirganimizda har doim eslab qolamiz, musbat son kelib chiqadi. Demak, 2 ni 3 ga ko'paytirib qo'yamiz, 6. Demak, mana shu misolimizning qiymati 6 ga teng ekan. Xo'p. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Agar kimdadir savol bo'lsa, ko'rib ketaylik joyida. Kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu oxirgi yozgan anaqangi kommentga yozib beringlar, qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa. Hop, hech kimda savol yo'qmi? Yaxshi, bo'lmasa davom etamiz. Hop. Yana o'rgangan mana shu mavzumiz bo'yicha yana bitta misol ishlaymiz. Biz bugun musbat va manfiy sonlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish va modul haqida gaplashdik. Hop, modulga doir ham bitta misol ko'rib qo'yamiz. Misol uchun modul ostida -3 ko'paytirilgan modul ostida
3 minusdan 5 taqsim. Hop, masalan, hop, kasrni hali o'tmadik. Shuning uchun kasrni yozmaymiz. Qo'shilgan bo'lsa mana 2. Hop, -3 ning moduli har doim 3 ga teng. Ya'ni mana bu minus ishorasini tashlab olishimiz kerak. Endi modul uchun ishlab olishimiz kerak mana bu ko'rinishdagi berilgan misollarda. Ya'ni 3 dan 5 ni ayiramiz -2. -2 ni mana modul ostiga olib yozaman va +2. Hop, 3 ko'paytirilgan -2 ning moduli 2 ga teng va +2. 3 ga 2 ni ko'paytirsak 6 va 2 ni qo'shib qo'ysak 8. Demak, modul qatnashgan misollarda agar modul ichida qanaqadir agar misol keladigan bo'lsa, dastlab ichkarini soddalashtirib ishlab olishimiz kerak va oxirida chiqqan natijani modulni olib qo'yishimiz kerak. 2. Shuning uchun mana bu yerda 3 ning yonida 2 paydo bo'ldi. Xo'p, yoki bo'lmasa modul ostida 27 bo'lingan 9 ko'paytirilgan -3 shaklidagi misol keladigan bo'lsa ham, dastlab xuddi anu qavs ichida turgandek hammasini ishlab olamiz. Hop, 27 ni 9 ga bo'lamiz 3. 3 ni -3 ga ko'paytiramiz. Hop, modul ostida minusdan 9 hosil bo'ladi va -9 ning moduli 9 olib ketamiz. Demak, modul qatnashgan masalalar mana shu tartibda ishlanadi. Hop, davom etamiz. Misol uchun endi modul ostida 2 ayrilgan hop -9 ko'paytirilgan -2. Buni ishlaydigan bo'lsak, modulni yozib olamiz. Hop, 2 o'z holatida turibdi. -9 ga -2 ni ko'paytiradigan bo'lsak, plyusdan 18 hosil bo'ladi. Va mana bu yerdagi ayirish hisobiga mana oldida minus paydo bo'ldi. Demak, 2 dan 18 ayiradigan bo'lsak, minusdan 16 kelib chiqadi va -16 ning moduli 16 ga teng deb turib, mana shu ifodamizning qiymatini 16 bo'ladi deyishimiz mumkin. Hop, yana qanaqa misol ko'rsak bo'ladi? Masalan, 27 ayrilgan 54 modul ostida turibdi. Dastlab ichkarini hisoblab olamiz. Minusdan 27 va -27 ning moduli 27 ga teng. Hop, endi yana bitta narsa taqqoslashda kerak bo'ladigan. Eslab qolamiz. Manfiy sonlarni taqqoslashda, o'zi umuman sonlarni taqqoslashda aytib o'tdim. Misol uchun 5 bilan 3 keladigan bo'lsa, sonlar o'qida o'ngroqda yotgani har doim katta bo'ladi deb gapirdim. Yoki -3, -5. -5 chaproqda yotibdi, o'ngroqda -3 yotibdi. Demak, -3 katta bo'ladi 5 dan. Mana shunda biz sal boshqacharoq gapirsak ham bo'ladi. Misol uchun, manfiy sonlarni taqqoslashda taqqoslashimizda moduli kichigi katta bo'ladi deb gapirishimiz mumkin. Misol uchun -3 ni katta deyapmiz -3 dan. Xo'p, agar modullarni olib qaraydigan bo'lsak, -3 ning moduli 3 ga teng, -5 ning moduli 5 ga teng. Xo'p, 3 va 5 sonlar hosil bo'lyapti va bu 3, mana bu -3 ning moduli, mana bu 5, -5 ning moduli. Moduli kichigi, ya'ni 3 kichik bo'ladi-ku 5 dan. Moduli kichigi manfiy sonlarda har doim katta deb tushunib olsak ham bo'ladi. Xo'p, kimdadir savol bormi? Bugungi mavzumiz shu. Agar kimdadir qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, tushunmagan joylar bo'lsa, aytsanglar tushuntirib beraman. Qo'shish, ayirish ko'pchilikda muammo bo'ladi. Hop, agar qo'shish, ayirishdagi tushunmagan bo'lsanglar, kimdadir savol bo'lsa, aytsanglar shunga qarab ko'ramiz. Hop, bugun biz musbat va manfiy sonlar haqida tanishdik. Ularni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish, sonning moduli va sonlarni, butun sonlarni taqqoslashni ko'rib chiqdik. Mana shu 3 ta mavzu bo'yicha kimda qanaqa savol bor? Yozinglar agar. Assalomu alaykum. Hop, sertifikatga tayyorlaydigan kursimiz yo'q, lekin offlaynda kurslarimiz bor. Shu tematika bo'yicha dars o'tamiz. Qo'shilib kelsangiz bo'laveradi. Tematika guruhi. Ular ham shu sertifikatga nima o'tiladigan bo'lsa, sertifikatga qaysi mavzular kerak bo'lsa, o'sha hammasi o'tiladi shu guruhda.
Lekin ular ikkinchi qismni boshlashadi yaqinda. Noldan yo'q lekin guruhimiz. Eng kichik guruhimiz shu tematika birinchi qismni 6-bobida ketishyapti hozir. Sertifikatga tayyorlov kursida endi xudo xohlasa sentyabrda ochamiz. Yo'q, onlaynimiz yo'q. Onlaynda faqat mana shu kursimiz bor, hozirgi bo'layotib turgan. Bu kursda faqat shu majburiylar uchun bo'lyapti asosan. Asosiy fan sifatida o'qiydiganlarga ham to'g'ri keladi, lekin unaqa chuqur kirmaymiz mavzularga. Asosan shu majburiylar uchun. Unaqa pulli kurs emas endi bu ham, faqat tekin kurs. Shu o'zimiz asosan o'quvchilar uchun ochilgan edi.